Har kuni ertalab erimni ishga, farzandimni maktabga yollab, uy ishlariga berilganimda hayotim tinch va oddiy ko'rinardi. Men bu tinchlikni quchoqlab unga ishonardim. Lekin hayot ba'zan kutilmagan sahifalarni ochadi. Bir kechqurun qaynokam kelib qoldi. U yosh, ilgari men uchun mehribon va hurmatli ukadek edi. "Opajon, uyda turib o'qishdan keldim, biroz sizlardan turaman", dedi. Men xursand bo'ldim. U hali yosh, to'g'ri yo'ldan yuradigan bola deb o'ylardim. Birozdan keyin uyda choy ichar, gaplashar edik. O'sha kechadan boshlab hamma narsa o'zgarishni boshladi. Qaynokamning menga qarashlarida bir galati sovuqlik, bir begona ma'no paydo bo'ldi. U endi ilgarigidek "opar" deb murojaat qilmasdi. Ko'zlari meni boshqacha ko'rib turgandek chuqur va sirli edi. Kunlar o'tdi, u har kuni menga yordam berishni taklif qilar, ko'zlarimga qarar, lekin men ko'zimni u yoqqa olmasdim. Bir kecha erim kech qolib, ovqatga kutmang deb qo'ng'iroq qildi. Men uyda yolg'iz qoldim. Ovqat tayyorlab dasturxon yozdim. Qaynokam meni to'g'ri qarab, "Opajon, sizga bir narsa aytmoqchiman", dedi. Yuragim tezroq urdi. "Men sizga boshqacha qarab qoldim", dedi u shokda qoldim. O'zimni jim tutdim. U yana davom etdi, "Jim turmang, iltimos. Agar akam bo'lmaganda". Men uning so'zlarini davom ettirmasligini istardim. Keyingi kunlar menga azob edi. U har doim yaqinroq kelishga, masofani qisqartirishga urinar edi. Bir kuni qo'limdan ushlab, uning qo'li issiq edi. Men qo'limni tortib oldim. Ichimda gazab va qo'rquv aralashgan edi. Nihoyat, bir kechasi uyda yolg'iz qolganimizda, men to'g'ridan-to'g'ri gapirishga qaror qildim. "Siz bu uydan chiqib ketasiz", dedim jim. U hayron qarab meni tomosha qildi. "Meni bunday qarashlaringiz yoqotmaydi. Men akangizga sodiqman". Qaynokam jim turdi, ko'zlari gazabdan yonayotgandek. Ammo hech narsa demadi, chiqib ketdi. Erim bu haqda hech qachon so'ramadi. Balki u ham nimani sezgan bo'lsa kerak. Hayot yana tinchlikka qaytdi. Erim ishga, farzandim maktabga. Lekin qalbimda har doim o'sha kunlarning xotirasi, o'sha qarashlarning og'irligi bor. Men o'zimni ayol sifatida qadrlayman, hech kimga yo'qolishga, aldashga haqqim yo'q. Bir kuni u yana paydo bo'ldi. "Men hozir ham sizni sevaman", dedi u. Yuragim og'riq va yengillik hissi bilan to'ldi. "Nima uchun?" deb so'radim. "Nima uchun menga buni aytdingiz?" U, "Sevish gunoh emas, lekin men sizni yo'qotishni xohlamayman". Men boshimni chimirdim. Qo'limdagi qog'ozni unga uzatdim. Bu men ketishimdan oldin yozgan xatim edi.